O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-noyabrdagi aholi salomatligi va millat geni fondini giyohvandlik hamda narko jinoyatlaridan samarali himoya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi 207-sonli farmon ijrosini ta'minlash maqsadida Andijon viloyatida huquqni himoya qiluvchi organlar tomonidan tizimli va manzilli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, joriy yilning 5-yanvar kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati boshqarmasi hamda bojxona boshqarmasi bilan hamkorlikda Izboskan tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Tezkor tadbir davomida tumanning Qashqarlik mahallasi hududida yo'l chetida to'xtab turgan Cobalt rusumli avtomashina xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Tekshiruv jarayonida avtomashina boshqaruvida bo'lgan 1994-yilda tug'ilgan shaxsning kiyimi cho'ntagida 2 dona selofan paketga qadoqlangan sariq rangli kristal kukunsimon moddalar borligi aniqlandi. Shuningdek, transport vositasida bo'lgan 1991-yilda tug'ilgan fuqaroga tegishli sigareta qutisida hamda 1994-yilda tug'ilgan yana bir shaxsning yonida 1 dona selofan paketga o'ralgan giyohvand modda borligi fosh etildi. Bundan tashqari, avtomashinaning orqa qismida ham 1 dona selofan paketga qadoqlangan sariq rangli kristal kukunsimon modda aniqlanib, belgilangan tartibda bayonnoma asosida vaqtincha saqlovga olindi. O'tkazilgan ekspertiza xulosasiga ko'ra, tezkor tadbir davomida aniqlangan jami 5 dona paketdagi moddalar sof og'irligi 206 gram bo'lgan alfa PVP nomli sintetik giyohvandlik vositasi ekani ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Giyohvandlik jamiyat va kelajak uchun eng xavfli tahdidlardan biri. Unga qarshi kurashish har birimizning mas'uliyatimizdir. Andijon viloyatida giyohvandlikka qarshi ayovsiz kurash davom etadi.